Kassaga kim qaryapti? Bu yerda yengimisiz deyman aka. Bu yerda kassada hech kim turmaydi. O'zingiz narx jadvalini ko'rasiz, pul tashlab ketaverasiz. Qiziq ekan-ku. Men 1 millionlik narsa olib, 100 ming so'm tashlab chiqib ketsam, kim biladi? Aka, bu sizning iymoningizga bog'liq. Ha, aytgancha, sizdan qolgan pullar ortiqchasi ehtiyoji bor odamlarga ketadi. Siz aytgandek men ortiqcha pul tashlab ketdim ham deylik. U pulni haqiqatan ehtiyoji bor odamga borayotganini men qayerdan bilaman? Yoningizga qog'ozga nima deb yozib qo'yibdi? Bitta o'qib ko'ring-chi. Imkonim yo'q, majburman. Agarda bir-birimizga bo'lgan ishonch shu darajada kuchli bo'lganda, hozir hayot umuman boshqacha bo'lgan bo'lardi. Ha, aytgancha, biz bu ishonchni g'ayridilida ko'rdik.